70-75 legenda O'zbekiston o'g'loni Surxash. Avf! Bugun shu xoramdan bo'lganda konkretni qilib obzor qilamiz. Borini bor, yo'g'ini yo'q deyman. Zarar qilsam ham xalqim uchun faqat rostini gapiraman. Boshladik. O'zbekiston o'g'loni. Va xoramdan bo'lgan akalarma korobkani qaranglar, sifatsizligini. Samsung oxirgi payt sifatga tupurib qo'yapti. Gugit korobkasidan ham yuqqan yo'q bu. Va xorami. Mana senga. Mana ham to'g'ri. Komplektida, qani? Mo Mastavadan boshqa hech narsa chiqmaydi. Boshqa narsa kutmanglar. Samsung eng itdan past kompaniya bo'lib ketyapti. Xoramdan bo'lgan. Voy to'rt, tualetning bo'lmagasiga o'rab qo'yishdi telefonni. Ahvolini qaranglar. Telefonda yaxshi tomonlaridan boshlaymiz. Bu telefonga Android yangilanishi 6 yilgacha kelgan. Jamshid hayratda. Wow! Telefon displeyi AMOLED. No, normal, da. Batareykasi 5000 mAh. O'rtacha bir kunga yetib qolsa kerak, menimcha. Endi buni xoram tomonlarini xalqim uchun gapiraman. Boshladik. Akalar, $100 telefonlar ham yangilanishi 120 Hz bo'lib turibdi. Lekin bu xoraminiki 90 Hz ekan. Telefonda suvdan himoyasi yo'q. Agar suvga tushib ketib qoladigan bo'lsa, xoramga oshna bo'lib ketadi. Buni narxidagi boshqa telefonlar 67-45 vattli zaryadga qabul qiladi. Lekin bu itdan tarqagan 25 vattni zo'rg'a qabul qilar ekan. Ha, xorami. Bitta qulog'i karagan telefonda pastki kolonkasi ishlaydi. Tepada bo'lsa kolonka yo'q. Xullas kalom, stereo yo'q. Telefon bespirovodni zaryadga umuman qabul qilmaydi. Telefonda kamerasi akalar 50 megapiksel, lekin sifatga keladigan bo'lsa, xoramga teng bo'lib yotibdi. 2K formatda video ololmaydi. Full HD 30 fps, juda past ko'rsatkich. Telefonda 3 ta kamera bo'lsa, pastdagisi ishlamaydi. Risovkaga qo'yib qo'yishdi. Tepadagi ikkitasi ishlaydi ekan. Telefonning protsessori Helio G99, hech bo'lmaganda G200 qo'yishmabdi-da, noinsoflar. Buni narxida boshqa telefonlarda eng kami G200 bo'lib yotibdi. Xullas kalom protsessor keladigan bo'lsa, Mastava ekan. Telefon PUBG ko'tara olmaydi. 60 fps da giroskopsiz ochib berishi mumkin, xolos. Akalar, hozirgi kunda bu telefonning narxlari $185 dan 128 talilari sotilyapti. Lekin men bu telefonni sizlarga umuman tavsiya qilmayman. Buni narxida Tecnoda, Infinixda va Redmi'da bundan sifatli bo'lgan telefonlar tiqilib yotibdi. Xalqim uchun haqiqatlarni gapirdim. A17 telefoni 2025-yilda umuman tavsiya qilinmaydi. Aldanib qolmanglar. Ziyon qilsa ham rostini aytib sotadigan kanal albatta bu Mix Mobile Telegram kanali. Ulanib qo'yinglar. Mo musorda bo'lsa, musorga tashlab yuborasan.